Adasi, eshitishimcha yosh oilalarga yangi imkoniyatlar yaratayotgan ekansiz. U qanaqa qulaylikdan iborat bo'ladi endi? Ha, umuman Toshkent shahridan o'sha metro bekatining yonidan juda ham qulay lokatsiyada $14,200 dan xonadonlar taklif qilmoqchiman. Hey, 14,200? Shunda bu boshlang'ich to'lovmi? Ha, yo'q, bu bir xonali xonadonning umumiy narxi. Qoyili, bittagina jentrani puli ekan-ku. Unda boshlang'ich to'lov narxi qanaqa bo'ladi? Shu $14,200 ni yarmini, ya'ni $7,000 atrofida boshlang'ich to'lov qilib, qolgan yarmini esa oyiga 2-3 milliondan 30 oyga bo'lib foizlarsiz to'lasa ham bo'ladi. Agar 100% to'lasachi? 100% to'lov qilishsa, keling, o'sha xonadonlarni kompaniya hisobidan bepulga ta'mirlab beraylik va o'sha 100% lik to'lovni ham keling 2-3 oy mobaynida bo'lib to'lab berishsiz. Unda uyni kvadrat metrini narxi qanchadan bo'ladi? Kvadrat metrini narxi birinchi 50 ta xonadonni biz katta chegirma asosida 8,990,000 so'mdan taqdim qilmoqchimiz. Agar 2-3 xonali uy olishsa-chi? Agarda 2-3 xonali xonadon xarid qilishsa, eng kami 30% boshlang'ich to'lov qilib, qolgan pulni 100 oygacha foizlarsiz bo'lib to'lasa ham bo'laveradi. Eshitdinglarmi? Toshkentdan metroning yonginasidan kvadratiga 8,990,000 so'mdan yana 100 oygacha bo'lib to'lasha. Bundan tashqari $14,200 ga uy, yanachi ta'mirlangan. Bundan ortiq bo'lmasa kerak o'rtoqlar. Agarda ushbu takliflarim sizlarga yoqqan bo'lsa, 17-aprel kuni soat 20:00 da webinarimda qatnashing. Webinarda qatnashish uchun profilim shapkasidagi linkka bosing.